Agar siz yoki oilangizdagi yaqin inson pensiya olayotgan bo'lsa, yoki pensiyaga chiqishga yaqinlashgan bo'lsangiz, bu mavzu siz uchun juda muhim. Chunki pensiya miqdorini noto'g'ri hisoblash ish staji to'liq ko'rinmasligi. Badallar bazaga tushmagan bo'lishi yoki shaxsiy ma'lumotlarda xato ketishi natijasida odam har oy o'ziga tegishli puldan kamroq olishi mumkin. Eng yomoni ko'pchilik buni yillar davomida bilmay yuradi. Men bugun sizga pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirishni bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Qaysi saytga kirish kerak, qanday ro'yxatdan o'tish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, xatolik chiqsa nima qilish kerak. Kimlar albatta tekshirish kerak, kimlarda esa hozircha shoshilinch xavotirga sabab yo'q. Bularning hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga pensiya hisobida eng ko'p uchraydigan yashirin xatolarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'ladigan amaliy ko'rsatma. Oldin pensiya masalasida oddiy odam uchun eng katta muammo shunda ediki, ko'p ma'lumotni faqat idoraga borib bilish mumkin edi. Masalan, pensiya tayinlanganmi, qancha chiqadi, ish staji to'liq hisoblanganmi? Qaysi yillardagi ish haqi inobatga olingan, to'lov qachon tushadi? Bularni aniqlash uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga borish, navbat kutish, ariza yozish, ayrim hollarda bir necha marta qatnash kerak bo'lardi. Qishloq joylarda yashaydigan odamlar uchun bu yanada qiyin. Tuman markaziga borish, yo'l xarajati, vaqt, hujjat yetishmasa yana qaytish. Bularning hammasi odamni charchatadi. Hozir esa davlat xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtirildi. Ya'ni ko'plab ma'lumotlarni internet orqali tekshirish mumkin. Bunda asosiy g'oya juda oddiy. Fuqaroga tegishli ma'lumotlar elektron bazalarda bo'ladi. Fuqaro esa shaxsini tasdiqlab, o'ziga tegishli ma'lumotni onlayn ko'radi. Buning uchun odatda Banko.gov.uz portali, OneID tizimi, elektron raqamli imzo yoki telefon raqami orqali tasdiqlash kabi vositalar ishlatiladi. Lekin bu yerda bitta muhim narsani bilish kerak. Onlayn tekshiruv bu faqat tugmani bosib, mening pensiyam qancha deb ko'rish degani emas. To'g'ri tekshirish uchun siz avvalo o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar bazada to'g'ri turibdimi? Ish staji kiritilganmi? Mehnat daftarchasidagi davrlar ko'ringanmi? Ish beruvchi tomonidan to'langan badallar aks etganmi? Pensiya turi to'g'ri tanlanganmi? Shularni ham ko'rishingiz kerak. Chunki pensiya miqdori bitta raqam emas. Ko'plab ma'lumotlar yig'indisidan kelib chiqadi. Main part 1. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olish kerak va kimlar shoshilmasligi mumkin? Avvalo, pensiya miqdori nimaga bog'liqligini sodda tushuntiraman. Pensiya odatda ish staji, rasmiy ish haqi, badallar, imtiyozli davrlar, pensiya turi va amaldagi qonunchilikdagi bazaviy ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni inson o'tgan yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin agar ishning bir qismi norasmiy bo'lgan bo'lsa yoki ma'lumotlar bazaga tushmagan bo'lsa, hisobda o'tgan yil emas, masalan 22 yil ko'rinishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kam chiqadi. Men amaliyotda ko'p uchratadigan holat. Odam o'zicha men 35 yil ishlaganman deydi, lekin elektron tizimda 28 yil ko'rinadi. Nima uchun? Chunki eski korxona yopilib ketgan, arxiv hujjatlari vaqtida topshirilmagan, mehnat daftarchasida muhr noaniq, lavozim yozuvi tushunarsiz yoki ayrim davrlarda ish beruvchi soliq va badallarni to'liq topshirmagan. Shuning uchun onlayn tekshiruv nafaqat hozirgi pensiya miqdorini ko'rish, balki kelajakdagi muammolarni oldindan aniqlash imkonidir. Kimlar albatta tekshirish kerak? Birinchi navbatda pensiya yoshiga 25 yil qolgan fuqarolar. Masalan, erkak kishi 25-dagi yosh atrofida, ayol kishi 20-25 yosh atrofida bo'lsa, men ularga albatta hozirdan elektron ma'lumotlarni tekshirishni maslahat beraman. Chunki pensiyaga chiqish vaqtida xato aniqlansa, uni tuzatish uchun vaqt ketadi. Arxivdan ma'lumot olish kerak bo'lishi mumkin. Sobiq ish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Sud orqali tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. Bularni pensiyaga chiqadigan oyning o'zida boshlash kech bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh allaqachon pensiya olayotganlar. Agar siz har oy pensiya olsangiz, menga pul tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylamang. Pensiya qayta hisoblanganmi, indeksatsiya qo'shilganmi, qo'shimcha to'lovlar to'g'ri kiritilganmi? Bank kartasiga yoki pochta orqali to'lovda kechikish yo'qmi? Bularni tekshirish mumkin. Masalan, bir pensioner 1 million 200 ming so'm oladi. Qo'shnisi esa taxminan bir xil staj bilan 1 million 600 ming oladi. Bu darhol xato bor degan emas. Chunki ish haqi, staj, imtiyozlar farq qiladi.
Lekin bunday vaziyatda tekshirib ko'rish kerak. Balki bir davr hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh ish faoliyati bir nechta joyda bo'lganlar. Masalan, kimdir 1995 yildan 2002 yilgacha maktabda, 2002 yildan 2010 yilgacha xususiy firmada. Keyin 2010 yildan keyin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday odamlarda ma'lumotlarning uzilib qolish ehtimoli yuqori. Ayniqsa xususiy korxonalar yopilib ketgan bo'lsa, ish haqi va badal ma'lumotlarni topish qiyinlashadi. 4-guruh imtiyozli pensiyaga da'vo qiladiganlar. Masalan, og'ir sharoitda ishlaganlar, ayrim sohalardagi mutaxassislar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p farzandli onalar, harbiy xizmat bilan bog'liq davri bor shaxslar. Bunday holatlarda oddiy stajdan tashqari maxsus hujjatlar ham muhim bo'ladi. Internetda raqamni ko'rib qo'yish yetarli emas. Hujjatlarning tasdiqlovchi qismi ham tekshiriladi. Endi kimlar hozircha vahimaga tushmasligi mumkin. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, masalan 25-35 yoshda bo'lsangiz, lekin rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, baribir tekshirish foydali. Ammo har oy tashvishlanishga hojat yo'q. Siz uchun asosiy vazifa ish beruvchingiz sizni rasmiylashtirganmi? Oylik konvertda emas, hujjatda ko'rsatilganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar yuritilyaptimi? Shuni nazorat qilish. Chunki bugungi norasmiy maosh ertangi pensiya hisobida ko'rinmaydi. Oddiy misol keltiraman. 2 kishi 20 yil ishladi. Birinchisi rasmiy 5 million so'm oylik bilan ishladi. Soliqlar to'landi. Hammasi bazada ko'rindi. Ikkinchisi ham aslida 5 million oldi, lekin hujjatda 20 million 500 ming ko'rsatildi. Qolganini qo'lga oldi. Bugun ikkinchi odamga bu qulay tuyulishi mumkin. Chunki ko'proq naqd pul oldim deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan maosh va badallar ahamiyatli bo'ladi. Natijada kelajakda u kamroq pensiya olishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat onlayn tizimda ma'lumot ko'rinmasa, bu siz umuman ishlamagansiz degani emas. Ba'zan eski davrlar elektron bazaga hali to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, 1990 yillar yoki 2000 yillar boshidagi ish davrlari mehnat daftarchasi va arxiv hujjatlari orqali tasdiqlanadi. Shuning uchun onlayn tekshiruvda bo'shliq ko'rsangiz, darhol tushkunlikka tushmang. Bu bo'shliqni hujjat bilan to'ldirish mumkin. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuvlar sifatli bo'lishi kerak. Agar korxona nomi noto'g'ri yozilgan, buyruq raqami yo'q, qabul qilingan sana bor, bo'shatilgan sana yo'q, muhr o'qilmaydi yoki lavozim nomi chalkash bo'lsa, pensiya tayinlashda savol tug'ilishi mumkin. Men doim aytaman, mehnat daftarchasi eski qog'oz bo'lsa ham, uning qiymati juda katta. Uni yo'qotmang, nam joyda saqlamang. Bolalarga berib qo'ymang, nusxasini olib qo'ying. Uchinchi nozik jihat, ish beruvchi tomonidan to'langan badallar hamma vaqt ham siz kutgandek bo'lmasligi mumkin. Siz rasmiy ishlayapman deb o'ylaysiz. Lekin aslida shartnoma vaqtida tuzilmagan bo'lishi mumkin. Yoki sizni yarim stavka qilib ko'rsatishgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz to'liq kun ishlagansiz, lekin hujjatda 0,5 stavka. Bu bugungi oylikka, ertangi stajga va pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ish joyingizdagi rasmiy ma'lumotni ham vaqti bilan tekshiring. 4-nozik jihat. Pensiya miqdorini hisoblashda har bir insonning holati alohida baholanadi. Qo'shnining pensiyasi siznikidan ko'p bo'lsa, bu avtomatik ravishda adolatsizlik degani emas. U boshqa davrda yuqoriroq maosh olgan bo'lishi mumkin. Imtiyozli staji bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi bo'lishi mumkin. Qaramog'ida shaxslar bo'yicha qo'shimcha asoslar bo'lishi mumkin. Lekin farq juda katta bo'lsa va sizda ham staj ham maosh o'xshash bo'lsa, tekshiruv zarur. 5-nozik jihat. Bank kartasiga tushgan summa bilan tayinlangan pensiya miqdori ayrim hollarda farq qilishi mumkin. Masalan, oldingi qarzdorlik ushlab qo'lingan bo'lishi, ortiqcha to'langan summa qaytarilayotgan bo'lishi. Aliment yoki ijro hujjati bo'yicha ushlanma bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartamga kam tushdi degan holatda faqat bankka emas, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki onlayn xizmatlar orqali to'lov tafsilotiga ham qarash kerak. 6-nozik jihat, telefon raqami va shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi shart. Ko'p odam anakdan foydalana olmaydi. Chunki telefon raqami o'z nomida emas, pasport ma'lumotlari yangilanmagan. Jashir noto'g'ri kiritilgan yoki eski pasportdan yangi ID kartaga o'tgandan keyin ma'lumotlarni moslashtirmagan. Agar tizimga kira olmasangiz, bu pensiya ma'lumoti yo'q degan emas. Avval identifikatsiya muammosini hal qilish kerak.
Endi men sizga bosqichma-bosqich amaliy yo'lni tushuntiraman. Birinchi qadam, internetga ulangan telefon yoki kompyuter tayyorlang. Brauzer orqali MyBankdagi o'z yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring. Agar siz kompyuterdan foydalansangiz, hujjatlarni ko'rish, yuklab olish va chop etish osonroq bo'ladi. Agar telefon orqali kirsangiz ham bo'ladi. Faqat SMS kodlarni qabul qiladigan raqam yoningizda bo'lsin. Ikkinchi qadam, OneID orqali tizimga kiring. OneID bu davlat xizmatlarida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladigan yagona identifikatsiya tizimi. Agar avval ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, login va parolni kiriting. Agar parolni unutgan bo'lsangiz, telefon raqamingiz yoki boshqa tasdiqlash usuli orqali tiklang. Agar umuman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHIR telefon raqami orqali ro'yxatdan o'ting. JSHIR bu shaxsiy identifikatsiya raqami, odatda pasport yoki ID kartada ko'rsatiladi. Uchinchi qadam, portal ichidan pensiya bilan bog'liq xizmatlarni qidiring. Qidiruv maydoniga pensiya miqdori, pensiya ma'lumoti, pensiya jamg'armasi kabi so'zlarni yozib ko'ring. Xizmat nomlari vaqt o'tishi bilan biroz o'zgarishi mumkin. Shuning uchun qidiruvdan foydalanish eng qulay yo'l. Sizga kerak bo'ladigan xizmat odatda pensiya tayinlanishi, pensiya miqdori, pensiya oluvchi haqidagi ma'lumotnoma yoki shaxsiy pensiya ma'lumotlarini ko'rish bilan bog'liq bo'ladi. To'rtinchi qadam, xizmatga kirgandan keyin shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR, yashash manzili, pasport yoki ID karta ma'lumotlari mos keladimi? Diqqat bilan qarang. Ba'zi xatolar juda kichik ko'rinadi, lekin keyin katta muammoga olib keladi. Masalan, familiyada bitta harf noto'g'ri bo'lsa, boshqa bazalardagi ma'lumotlar bilan solishtirishda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. 5-qadam, agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiya turi va miqdorini ko'ring. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi to'lovmi aniqlang. Keyin belgilangan oylik summa, oxirgi to'lov usuli, bank yoki pochta ma'lumoti bor yo'qligini tekshiring. Agar ma'lumotnoma olish imkoniyati bo'lsa, uni PDF ko'rinishida yuklab oling va saqlab qo'ying. 6-qadam, agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, ish staji va rasmiy ish faoliyati haqidagi ma'lumotlarni tekshirishga harakat qiling. Ba'zi xizmatlar orqali mehnat faoliyati, soliq organlaridagi ma'lumotlar, ijtimoiy to'lovlar yoki ish beruvchi bilan bog'liq qaydlar ko'rinishi mumkin. Bu yerda siz qaysi yillarda rasmiy ishlaganingiz, qaysi tashkilotlar ko'ringani, ayrim davrlar tushib qolmaganini solishtirasiz. O'zingizdagi mehnat daftarchasi bilan elektron ma'lumotni yonma-yon qo'yib tekshiring. 7-qadam, xato yoki bo'shliq topsangiz, dalillarni yig'ing. Kerak bo'ladigan hujjatlar quyidagilar bo'lishi mumkin: pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy xizmat haqidagi hujjat, o'qish davri bo'yicha diplom yoki ma'lumotnoma, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. Har bir hujjatning nusxasini alohida papkada saqlang. 8-qadam, murojaat yozing. Agar onlayn portalda murojaat yuborish imkoniyati bo'lsa, muammoingizni aniq va qisqa yozing. Masalan, mening 1992 yil 25 martdan 2004 yil 20 avgustgacha falon korxonada ishlagan davrim elektron ma'lumotlarda aks etmagan. Ushbu davrni pensiya stajimga kiritish bo'yicha tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman. Mehnat daftarchasi nusxasi va mavjud ma'lumotnomalarni ilova qilaman. Shunday yozilsa, mutaxassis nima so'rayotganingizni aniq tushunadi. Pensiyamni ko'rib bering deb umumiy yozishdan ko'ra, qaysi davr, qaysi hujjat, qaysi xato ekanini ko'rsatish samaraliroq. 9-qadam, agar onlayn hal bo'lmasa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Lekin borishdan oldin hujjatlarni tayyorlab boring. Ko'p odam idoraga boradi, lekin mehnat daftarchasini uyda qoldiradi. Pasport nusxasi yo'q, arxiv ma'lumotnomasi yo'q. Natijada yana qaytishga to'g'ri keladi. Men tavsiya qilaman. Asl hujjatlar va kamida 2 nusxa ko'chirma olib boring. Hujjat topshirsangiz qabul qilinganligi haqida ro'yxat yoki tasdiq so'rang. 10-qadam, tekshiruv natijasini kuting va qayta nazorat qiling. Ariza topshirildi degani muammo darhol hal bo'ldi degani emas. Belgilangan muddat o'tgach natijani so'rang. Agar xato tuzatilsa, onlayn tizimda qayta ko'rib chiqing. Pensiya miqdori qayta hisoblangan bo'lsa, qaysi sanadan boshlab qayta hisoblangani va farq to'lov qilinadimi, yo'qmi?
Shuni aniqlang. Real hayotdan yana bir misol. Ayol kishi 54 yoshda tez orada pensiyaga chiqmoqchi. U onlayn tekshiruvda 1993-1997 yillardagi tikuv fabrikasidagi ish davri ko'rinmayotganini sezdi. Agar u buni pensiyaga ariza berganda bilganida, hujjat qidirish cho'zilib ketardi. U oldindan arxivga murojaat qildi. Mehnat daftarchasidagi yozuvni tasdiqlovchi ma'lumotnoma oldi. Natijada pensiyaga chiqish vaqtida staji to'liqroq hisobga olindi. Mana shu oldindan tekshirishning foydasi yana bir misol. Erkak kishi pensiya olayotgan edi. Lekin kartasiga kutilganidan kam pul tushayotganini ko'rdi. Avval bank aybdor deb o'yladi. Keyin to'lov tafsilotini tekshirsa, oldingi davrda ortiqcha to'langan summa bo'yicha ushlanma ketayotgan ekan. Bu holatda bank hech narsa qila olmaydi, sabab pensiya hisobidan. Shuning uchun har doim faqat karta balansiga emas, to'lov sababiga ham qarash kerak. Yana bitta muhim maslahat, pensiya masalasida begona odamlarga pasport ma'lumoti, OnID paroli, SMS kod yoki elektron imzo kalitini bermang. Men sizga pensiyangizni oshirib beraman, bazadan tekshirib tushirib beraman degan firibgarlar uchrab turadi. Rasmiy xizmatlardan foydalaning. Shubhali havolarga kirmang, parolni hech kimga aytmang. Agar yordam kerak bo'lsa, farzandingiz, ishonchli qarindoshingiz yoki rasmiy davlat xizmatlari markazidan yordam oling. Demak, pensiya miqdorini onlayn tekshirish uchun eng avvalo MyBalgov.uz portaliga kirish, OneID orqali shaxsni tasdiqlash, pensiya bilan bog'liq xizmatni topish, shaxsiy ma'lumotlar, pensiya turi miqdori, to'lov holati va ish staji bo'yicha ma'lumotlarni diqqat bilan solishtirish kerak. Agar xato ko'rsangiz, hujjatlarni yig'ib aniq murojaat yozasiz. Agar onlayn hal bo'lmasa, pensiya jamg'armasi bo'limiga tayyor hujjatlar bilan borasiz. Men ekspert sifatida eng asosiy maslahatni shunday beraman. Pensiya yoshiga yetguncha kutmang. Bugun 10 daqiqa vaqt ajratib tekshirsangiz, ertaga oyma-oy pensiya olish xavfini kamaytirasiz. Ayniqsa eski ish joylari, yopilgan korxonalar, mehnat daftarchasidagi noaniq yozuvlar va norasmiy ish davrlari bo'lsa, bu masalani oldindan ko'rib chiqing. Agar sizda pensiya miqdorini onlayn tekshirish bo'yicha tajriba bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Tizimga kira oldingizmi? Ma'lumotlar to'g'ri chiqdimi? Qanday muammoga duch keldingiz? Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki pensiya masalasi faqat bugungi pensiyalarga emas, kelajakda pensiya oladigan har birimizga tegishli.